3. bob Qabristonlik. Wang Ling bilan qimar o'ynagan So'rin Talatning ismi Tanglan bo'lib, boshqa shahardagi xeyli obro'yli boy oilaning farzandi edi. U kichigidilla shundaq eski ishlarni qilishga amroq bo'lib, navada qo'shinlarining it mushuklari o'ylisiga kirib qoldik bo'lsa, tutib olib, badanining biror yerini kesib, noka qilib daraxtga esib qo'yib, qon sirtib o'ldiradi. Uningda qilchim rahim shafqatdan asar yo'q bo'lib, u hayvonlarning tipirlab jon talashqinini ko'rsa, boshqacha xushal bo'lib, huzur his qiladi. Yaxshi ishlar bilan faqatli xush yo'q bo'lib, doim yomon ish qilishning ko'ydili yuradi. Uning kunlari ota-onasining topgan pulni qimorxonada uttirish bilan o'tadi. Ota-onasining uning qilgan tarbiyalari uning quliqiga mush bilan urgandek anglanadi. Keyin u jamiyatdagi doshqal do'stlaridan Azroil qo'nchoq o'yinini anglab, dastlabda ishonmadi. Keyin do'stlarining og'zidan qayta anglaverib, o'zini bilib bilmayla buningga qiziqib qoldi. U do'stlaridan Azroil qo'nchoqni kimning biladiganligini surishtirib yurib, oxiri qo'shni yezdagi qeyri baxshining buni biladiganligini, lekin buni osonlikcha boshqalarga o'rgatmaydiganligini bildi. U o'zi bir necha qitim berib qeyri baxshidan o'tingan bo'lsa-mu, u qeyri baxshi uningga o'nimadi. Azroil qo'nchoq burun yaxshilarni qutuldirib, yomonlarni jazolash uchun ishiltiladi. Hozir bo'lsa, hamma yerda qonun yurgizilayotgan vaqtda uning lozimi yo'q. U qeyri baxshining bir o'g'li bo'lib, pul topsla qimor o'ynab, qimorxondan kelmaydi. So'rin Talat buni anglab, yaxshi amaldan birini topgandek bo'ldi. U heliqi qimorxondagilar bilan birlashib, baxshining o'g'lini nurg'un qarzga bo'g'ib qo'ydi. Agar u qarzni to'layolmasa, qimorxondagilar uning putini kesib oladi. Lekin uningda nadimi buncha ko'p pul bo'lsin. Bu vaqtda heliqi So'rin Talat qeyri baxshining yonida paydo bo'ldi va uningga o'ziga Azroil qo'nchoqni o'gitib qo'ysla, o'g'lining barliq qarzlarini to'lab etadiganligini aytdi. Qeyri baxshining o'g'lini qutqizib qilishga buningdan boshqa amali yo'q edi. Shuning bilan u buni boshqalarga qalaymaqan ishlatmaslik sharti bilan So'rin Talatga o'gitib qo'ydi. So'rin Talat bo'lsa, Azroil qo'nchoqni o'ginib olgandan keyin o'zining bilginni qilib, burun o'zining tishiga tekkan barliq odamlardan mushu xil usul bilan o'chini oldi. Heliqi qeyri baxshi buningdan xabar tepib, uningga qayta tarbiya qilib edi. Uningdan zerikkan So'rin Talat unimi mushu xil usul bilan jahannamga yo'lga soldi. Uning bir qator vahshiyliklarini ko'rgan do'stlari uningdan o'zini ep ketishga boshladi. Qo'lim qo'shinlarimi uning benormal ish harakatlaridan gumonlanishga boshladi. Ota-onasimi uni uyga yaqin yo'latmadi. Shuning bilan u bu yerda o'zining oshkorlanib qilishidan qo'rqib boshqa shaharga ketdi. Uning bu yeziga kelganigimi bir necha oy bo'lib qolgan edi. Lekin uning nega ketib, nerdan keladiganligini hech kim bilmaydi. Shunga uni bu yerda tunaydiganlarning bo'lmasligimi normal ahvol edi. Uning qimorxonaga kirgan tunji kuni Laoyangning qimorxonaga kelgan vaqtiga to'g'ri kelib qolgan edi. Shunlashqa Laoyang shundoq echinishlik o'ldirilgan edi. Heliqi So'rin Talat Wang Lingga utirvatganiga zodili chidamagan edi. Qarab turib, mening pulimni utib chiqib petilg'inni deb o'ylagancha achchig'i keladi. Shunga u oldingi qitim Laoyangni o'ldirgandek Wang Lingni shu xil usul bilan o'ldirmoqchi bo'ldi. Uning Wang Lingning qalpog'ini talishib turib olishimi dal shu qalpog'idan foydalanib Wang Lingning jinnini elish edi. U Wang Lingning qalpog'ini qo'lga tushirgandan keyin achchig'i sal besilgandek bo'ldi-da, qimorxonadan chiqib, udul qabristonlikka qarab yo'l oldi. Bu yerni qabristonlik degandan ko'ra qotillik maydoni deyish sal to'g'ri edi.
chunki Laoyangni mushu yerdan foydalanib qasdlagan edi. U qabristonlik yezning sharq tarafida bo'lib, bir necha yilning oldida bu yezdigilar mushu qabristonlikqa dafn qilinadi. Wang Ningning ayolimi mushu yerga dafn qilingan edi. Hozir bo'lsa, u qabristonlikqa hech kim oyoq bosmaydi. Chunki bir necha yilning oldida aroq ichib mast bo'lib qolgan bir necha yosh yigit kayibchilikda baslashib, oradan kimdi-kim qabristonlikda bir kecha tuniyalasa, qolganlari uni bir kundan navbatlashib mehmon qiladiganga deyishib, ularning orasidan bo'ylari egiz, qovul kelgan bir yigit chiqib, shu yerda tunamoqchi. Qolganlar bo'lsa, atsi atigan mushiyaga kelmoqchi bo'lishib qaytishgan edi. Atsi ular birlikda qabristonlikqa kelganda, ularning ko'gini tirik odam bo'lmasdan yuraklari sug'urib ilingan, qo'saqlari yerilib, uchay bag'ri butunlay yavitilgan, beshini bo'lsa uzib daraxtning shig'iga ilib qo'ygan vahimali ko'rinish bo'lgan edi. Shuningdan keyin bu qabristonlik to'g'risida har xil mish-mish gaplar tarqalib, hech kim qabristonlikqa kelishga paytlanmaydigan holga kelib qolgan edi. Shunda qilib, hech kim oyoq bosmaydigan bu qabristonlik heliqi So'rin Talatning boshqalarga qasd qiladigan ko'ngildagidek joyi bo'lib qolgan edi. Bu yerda nimani qilsin, boshqalar buni bilmaydi. Ish qilib, uning bu yerda qilgan yomon ishlari hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Heliqi So'rin Talat qabristonlikqa yetib keldi. Bu yeri shunchalik timtos ediki, yerga bir tal yemni tushib kassimi anglangudek jimjit edi. Qabristonlikni qalaymaqan o't cho'plar besib ketgan. Dal daraxtlarning g'o'llariga yo'gishib qurib ketgan o't cho'plar bir qarashda qabristonlikda o'tirgan arvohdek ko'rinib, odamning tinini shurkandiratdi. Agar bu yerda bu So'rin Talatdan boshqa kishi bo'lsa, qo'rqindan cho'qim saram bo'lib qoladi. Heliqi So'rin Talat shu mang'inicha qabristonlikning o'ttirsidagi ochiqchilikqa kelib to'xtadi. Uning qo'lida boya Qimorxonda Wang Ningdan ilib olgan qalpoq bor edi. Bu ochiqchilikqa bir kichik ustal qo'yilgan bo'lib, ustal ustida bir necha lati qo'nchoq, bir dona ko'jdan qo'yilgan. Ko'jdanda texi kuyib bo'lanmagan bir necha ko'ji turadi. Lati qo'nchoqning faqat ikkisini saqqagan bo'lib, qolganlarining turqi to'limi qo'rqinchli edi. Ba'zilarining qo'sig'i yerilgan, ba'zilarining put-qo'llari uzilgan. Yana ba'zilarining bo'lsa beshi uzib etilgan bo'lib, bularning hammasi So'rin Talat qasdlagan kishilarning o'lish holati edi. Hammasining ustiga o'xshashlar kichik seriq qog'oz chaplangan bo'lib, qizil rangda soat 4:44 minut o'tganda degan raqam yozilgan edi. Bu vaqtda texi kash kirmagan bo'lib, So'rin Talat moshiyada o'ltirib kash kirishini kutdi. Chunki jasadlar kunduzi harakat qilinmaydi. Qildi degan taqdirdami boshqalar osonla bayqab oladi. Shunga ular ketsa odamga qo'l soladi. So'rin Talat qo'lidagi qalpoqqa qarab masxirlik kulib qo'yadi. Hey, dunyoda odam o'ldirishdanmi ko'ngillik ish bormidi? Agar o'sha o'lganlarning jon talishib qiynalayotgan ko'rinishlarini o'z ko'zim bilan ko'raligan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'ladi. U shundoq deb o'ylaydi. Onunchi bo'lganda jahonning barliq xushligi boshqalarning jon talishib qiynalganini ko'rish edi. O shu xiyollarni qilayverib, kashning kirganini to'ymayli qoldi. O xiyollarni yiqqan vaqtda qorong'u tushishga boshlagan edi. Vaqti kelib qoldi. O shundoq degunicha o'rnidan turib, ustaldagi ko'jini yoqdi. Ko'ja bir xil ritmda is chiqarishga boshladi. So'rin Talat nimalarnidir o'qigunicha
üsteldeki qo'nchoqning birini oldida qalpoqning ustidan aylantirib bir nimalarni deb qattiq varqirashga boshladi. Dal mushu chaqda qattiq chaqilgan chaqmoq bilan tang sal neridagi bir qabr yerilib, heliqi oppoq chochliq ayol jasad uning yonida paydo bo'ldi. U yana bir nimalarni o'qiganicha qo'nchoqni qo'yib, qalpoqni kujining ustidan aylantirishga boshladi. Va qalpoqni aylantirib bo'libla yenidan pichig'ini chiqarib, ko'zini va qo'sig'ini teshivatdi. U buninglik bilanla bo'ldi qilmasdan qo'nchoqning put-qo'llarining birini qo'ymasdan kesivatdi. Ondan yana nimalarnidir degunicha buyruq qilib, heliqi jasadni yo'lga soldi. Jasad garchi o'lik bo'lsa-mu, u sehrlangan bo'g'ashqa suiti nihoyat tez edi. Ular o'zlari o'ltirdigan kishining uyiga borgandan keyin shu atrofda soatning 4 dan 44 bo'lishini kutatdi. Ularga buyruq berilgan bo'g'ashqa faqat mushu vaqtda boshqalarni o'ltiradi. Navada ziyonkashlikka uchrag'uchi soat 4 dan 44 dan burun uni bayqab qolsa-mu, shu vaqt kelmaguncha jasadlar hargiz qo'l solmaydi. O'ziga topshirilgan vazifani o'rindayolmasa yoki sehr bekor qilinmasa, qabrisiga qaytolmaydi. U jasadni yo'lga sep bo'lib, o'zining qilgan ishidan faxrlanib kulib ketdi-da, qalpoqqa qarab dedi: "Ayolingiz bilan bugun kechini sog' salomat o'tkazishingizda umid qilaman, aka." U shundoq deganicha qabristonlikda yetib uyquga tushdi. U har doim odam o'ltirganda qabristonlikda uxlaydi. Boshqa vaqtda qayaga ketadiganini faqatli belgili bo'lmaydi. Atsi atiganda so'rin talat o'rnidan turib, heliqi qabriga qarab, jasadning qaytib kelganini bilib, o'zining qilgan ishidan faxrlanib kulgunicha qabristonlikdan chiqib ketdi. Uning zodi nega bordiganligini faqatli belgili bo'lmaydi. Vanglingning o'lmagini, uni yong'inning qutqizib qolganligi uning uxlab tushiga kirmaydi. Chunki u Azroil